Assalomu alaykum barchaga kuzatuvchilarimiz. Hozir sizlar bilan geometrik progressiya mavzuni o'rganamiz. Hozir qanday misollar yechish kerakligini shu mavzuni to'liq tanishib chiqamiz formulalari bilan. O'zi geometrik progressiya nima degan savolga javob topamiz. Geometrik progressiya bu bir xil songa ko'payib borayotgan raqamlar desak ham bo'ladi. Natural sonlar desak ham bo'ladi. Masalan, geometrik progressiyamizni birinchi hadi 5 deylik. Birinchi hadi 5. Keyingi hadlari 4 ga ortib boryapti. 5 kara 4 20 bo'ladi. 20 kara 4 80. 80 kara 4 320. 320 kara 4 1280. Masalan, mana shu geometrik progressiyamizni hadlari berildi. Bizda geometrik progressiyani birinchi hadini biz B1 deb belgilaymiz. B1 deb belgilaymiz. Birinchi hadi bizda 5. B1 bizda 5 ga teng bo'ladi. Va bu yerda ikkinchida turgan son B2 bo'ladi. Uchinchida turgan son B3 bo'ladi va hokazo davom etadi. Va B5imiz 1280 ga teng bo'ldi. Mana shu bizda geometrik progressiyani tashkil etadi. Mana shular bilan tanishib chiqdik. Birinchi son, ikkinchi son, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, 5 ta hadi mavjud ekan. Endi bularni orasida ortib borayotgan son Q deb belgilanadi. Q teng 4 bo'ladi. Q'ni topishimiz uchun bitta keyingi haddan oldingisini bo'lsak, Q kelib chiqadi. Masalan, B2 bo'lu B1. yoki bo'lmasam Q teng B3 bo'lu B2. Xuddi shu tariqa topib olsak ham bo'ladi. Endi B2miz B1 ko'paytiruv Q ga teng bo'ladi. B3imiz B1 ko'paytiruv Q kvadratga teng bo'ladi. B4imiz B1 ko'paytiruv Q ni kubiga teng bo'ladi. Shu tariqa davom etadi. Masalan, endi n ga belgilaydigan bo'lsak, b n'inchi hadimiz teng b1 ko'paytiruv q ning n-1 darajasi bo'ladi. Mana shu formulani chiqarib olsak bo'ladi. Atay bu qiyin narsa emas. Endi bizda geometrik progressiya haqida tushuncha bo'ldi. Endi buni o'suvchi va kamayuvchi progressiya degan narsalar ham bor. Hozir shular haqida ham gapirib o'tamiz. O'suvchi progressiya bo'lishi uchun bizda Q katta bo'lishi kerak B dan. Q birdan katta bo'lsa, geometrik progressiyamiz o'sib boradi. Masalan, geometrik progressiyamiz 2 dan boshlandi. 2 ni birdan katta son 2 deylik. 2 dan keyin 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 bo'ladi, undan keyin 8 bo'ladi. Ko'ryapsiz, geometrik progressiya oshib boryapti. Agar Q'miz birdan kichkina bo'lsa, kamayib boradi. Masalan, Q'miz 0.5 ga teng bo'lsin. 2 ni 0.5 ga ko'paytirsak 1 bo'ladi. 1 ni 0.5 ga ko'paytirsak 0.5. 0.5 ni 0.5 ga ko'paytirsak 0.25. Ko'ryapsizki, bu yerda geometrik progressiyani hadlari kamayib boryapti. Q chunki birdan kichkina sonlarni tashkil etdi. Shu tariqa geometrik progressiyamiz xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Endi bizda eng muhim narsa geometrik progressiyani yig'indisini topishimiz kerak bo'ladi. Buni ham yig'indisi S deb belgilaymiz. Buni formulasi bor. B1 ko'paytiruv 1 minus Q ni n'inchisi taqsim 1 minus Q. Mana shu geometrik progressiyani formulasi bo'ladi. Masalan, avvalgi misolimiz 5, 20, 80, 320, 1280 sonlardan iborat edi. Hozir mana shuni biz yig'indi formulasiga qo'yamiz. S teng B1 ko'paytiruv B1imiz 5 1 minus Q ni n'inchisi, bizda Q 5 4 ga teng. N bu nechta had bo'lsa o'sha. 1 2 3 4 5 5 ta hadi bor. 4 ni 5-darajasi taqsim 1 minus Q. 1 minus Q bo'lgani uchun 1 minus 4 bo'ladi. Endi 5 ko'paytiruv 1 minus 4 ni 5-chisi bizda 4 ni 5-darajasi 1024 ga teng. Endi buni yozib olamiz. 1 dan 1024 ni ayirsak minus 1023. 5 ko'paytiruv
minus 1023 bo'ladi. Taqsim minus 3. 1023 ni minus 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda necha bo'ladi? 3, 4, 1. 341. 5 ko'paytiruv 341. Shunda 1705 bo'ladi. Javobimiz 1705 ga teng bo'ldi. Hammasini qo'shib o'tirmadik, biz oson yo'l bilan topdik. Bunaqa xatlardan juda ham ko'p bo'lishi mumkin, sizga bu qulaylik tug'diradi. Endi keyingi progressiyamiz, agar geometrik progressiyamizni xatlari cheksiz bo'lsa-chi degan savol bo'lishi mumkin. Agar geometrik progressiyamiz cheksiz kamayuvchi bo'lsa, bizda yig'indini yana topish iloji bor. Masalan, bunaqa formulalar ham keladi, misollar keladi. 2, 1, 0.5, 0.125, 0.1125 va hokazo ketayotgan bo'lsa, payqagan bo'lsangiz, bunda hozir q 1/2 ga teng bo'lyapti. Ya'ni son 1/2 ga ko'paytirib borilyapti. 2 ni 1/2 ga ko'paytirsak 1, 1 ni 1/2 ga ko'paytirsak 0.5, 0.5 ni 1/2 ga ko'paytirsak 0.25 va hokazo cheksiz davom etayotgan bo'lsa, buni ham yig'indisini topish iloji bor. S teng oldingi formulamiz b1 ko'paytiruv 1 minus q ni n'chisi taqsim 1 minus q edi. Endi cheksiz kamayuvchida bu cheksiz xat bo'lgani uchun mana bu 1 minus q ni n'chisi darajasi yo'q bo'ladi. Bizda formula 1 taqsim 1 minus q degan formula kelib chiqadi. B1 bizda 2, bizda q 1/2 ga teng, 1 minus 1/2, 2 ni 1/2 ga bo'lamiz. Javob 4. Mana bu hamma xatlarning yig'indisi 4 ga teng bo'ladi. Bu formula faqatgina cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya uchun mo'ljallangan. Q'miz 1 dan kichkina bo'lishi kerak. Agar q'miz 1 dan katta bo'lsa, bu formula bizga ish bermaydi. 1 minus q ni n'chisi joyida qoladi. Agar cheksiz kamayuvchi bo'lsa, 1 minus q ni n'chi darajasi yo'q bo'ladi. Xuddi mana shunaqa tarzda misollar ishlashni boshlaymiz. IDC dan yechamiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling, u yerda o'z savollaringizni yo'llang. Iloji boricha hamma savollarni ko'rib chiqib, savollarga yechimlarni yuborishga harakat qilamiz. Kanalimiz a'zolari ham javob yuborib turadi. Aktivni balandlashtiramiz. Xudo xolasa hamma obuna bo'ladi degan umiddamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga layklar bosishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Deymiz.